Tushda harorat o'lchagich, termometr ko'rishning ta'birlari. Emotsional holatni baholash. Tushda termometr ko'rish siz hozirgi hissiy holatingizni yoki munosabatlaringizning ichki sezgingiz bilan o'lchayotganingizni bildiradi. Siz nimadandir shubhalanayotgan, xavotir olayotgan yoki sinchiklab tahlil qilayotgan bo'lishingiz mumkin. Sog'liq va xavotir. Agar termometr tana haroratini o'lchayotgan bo'lsa, bu sizning sog'lig'ingiz yoki kimningdir salomatligi haqida o'ylayotganingizga ishora bo'ladi. Ayniqsa, yuqori harorat tushda xavotir yoki stress ramzi bo'lishi mumkin. Vaziyatni nazorat qilish. Siz hayotingizda muhim bir vaziyatni o'lchashga, ya'ni uni tushunishga yoki baholashga harakat qilyapsiz. Bu tush doim qaror oldidan ko'p o'ylayotganingizni bildiradi. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.